Assalomu alaykum, hurmatli prezident Shavkat Miromonovich. Men sizga Buxoro viloyati Jondor tumanidan Hazrat Ergash Abdulla ferma xo'ja rahbari Ergash hazratman. Sizga murojaatim quyidagilardan iborat. Mana bu yil biz 2025-yil paxta hosili uchun 27 gektar yerga chigit qadaganmiz. Lekinda mana shu tumanda e'tiborsizlik, fermerga qaramaslik juda avj olib ketgan. Faqat mana shu fermer o'zi yuguradi, o'zi qiladi. Biz o'zimizga tegishli bo'lgan barcha ishlarni qilib qo'yganmiz. Faqat bizga bitta suv muammosi. Tuman qishloq va suv xo'jaligi rahbari Jumayev Shodmon necha marotaba telefonlar qilamiz, uchrashamiz, telefonni o'chirib qo'yadi, fermerlarni hurmat qilmaydi. Mana paxtani ahvoli. Mana shu yerda 3-marta buzib ekishim. 3 marta buzib ekdim 7 gektar yeri. 3 marta buzib ekdim. Chigitni sotib oldim kisamdan. Sarakani sotib oldim kisamdan. Mana shu 27 gektar yerda men 27 gektardan 8 gektarni buzib ekdim, qolganini ikkinchi marta buzib ekdim. Buni 3-marta buzib ekishim. Mana ahvol. Faqat qishda ham, yozda ham biz faqat zakashdan sho'r suv ichamiz. Umuman suv shirin suv ko'rganimiz yo'q. Murojaat qilmagan joyim qolmadi. Tuman rahbarlari umuman e'tibor bermaydi. Boraman deydi, ko'raman deydi, kelmaydi. Aldagan. Qo'ygan hudud raisi deb qo'ygan, umuman e'tibor qilmaydi bu. Buni bizga kerak ham yo'q. Bunaqa rahbar boshqasi ham bo'lmaydi holatda. Mana bu yil biz nima beramiz? Rahmat sizga. Biz uchun qancha kreditlarni ajratdingiz, paxta hosilini yetishtirish uchun. Olib foydalandik, ana ekyapmiz, ekdik, lekin ahvol ana shu holatda. Mana bu yondagi yerimiz ahol qancha o'zgarish bor. Buni ikkinchi marta ekyaman, buni 3-marotaba. Mana faqat nasos orqali ikkita podyon bilan suv olamiz. Zakash sho'r suvdan sug'urtirman paxtani. Birortasi xabar olmaydi. Viloyatdagi barcha rahbarlarga telefon qilib aytdik, chaqirdik, даже kelishga arzitmadi. Mana bu 20 gektar yerimiz ahvoli ana shu holatda. Bu ikkinchi ekilgan takroran. Ikkinchi ekkanman. Suv deb dod deb yotibdi bu. Bu qachonlar bu ko'rak qilishga aytdi. Lekin e'tibor bermaydi. Telefonni o'chirib qo'yadi, telefonni kodlab qo'yadi. Men senga obdormi deydi, men senga suvchimi deydi rahbarlardan so'rasak. Buni bir ijobiy ko'rib chiqib amaliy yordam berish beramiz. Sizga murojaatimiz shu. Ana bu yerda faqat nasos bilan ichamiz. Nasos. Bularning e'tibori yo'q. Kayf qilib yuribdi bular, maza qilib. Dimog'i choq. Ana g'alla bu yilgi g'allaning ahvoli juda og'ir. Fermerlarda 1 kilo don qolmadi uyda. Bu yerga 1 kilo don tushirgan yo'q, ishchilarga 1 kilo don bergan yo'q. Erta paxta nima bo'ladi bu holatda? Paxta undan 5 battar bo'ladi. Dalaga umuman birontasi kelmaydi, ahvolini qancha so'ramaydi. Necha marotaba iltimos qilamiz, iltimos qilib yallanamiz. Mashina olib olib kelsa kelasizlar deymiz aje. Даже mashina olib kutib o'tirganman boshqarmasini oldiman. Keling aka, iltimos bir dalani ko'rib bering deb. Boraman deydi, ketadi tamom. Kabinetda kanser qo'yilgan, salqingina maza qilib o'tiradi. Qabul kunlariga borsangiz aldaydi, faqat aldaydi. Yolg'on gapdan boshqa gap yo'q. Ijobiy ish yo'q Jondorda. Jondorda yaxshi ish yo'q. Bir xalq uchun manfaat tegadigan. Va suv bering, aholini tomon qilib ketsin desak, xalq nomidan gapirmang deydi. Aka, xalq bizdan so'rayapti, suv deyapti. Aka, bu paxtani eking, bizga bir ishlagan to'lsin pul bering deyapti. Mana o'tini oldirib, buni kuniga 80 mingdan to'lagamiz bitta ishchiga. 20 ta ishchiga 2,5 million pul ketadi, shofir puli, brigad puli deb hammasi. 10 kundan beri o'ta oldiraman, 25 million, 30 million pulim ketdi. Mayta davlat kreditini qanday qaytaraman bu ahvolda? Bular kayf sabo qilib yursa,
Qo'rqaman bular ham xuddi viloyat hokimidek ko'mib tashlayman demasin deb. Qo'rqib qoldim. Bu suv so'rayversa biz ham borib ko'mib tashlasa. Shuni bir ko'rib chiqib iltimos sizdan bir amaliy yordam berishni so'rayman. Kelib yuboring odamingizni bir tekshirib ko'rsin bizning holatimizni. Bularni ishlarda xizmat tekshiruv o'tkazishni so'rayman. Ba'zi qani nima qilyapti bular, nima ishon shug'ullanyapti? Faqat xalqdan g'alla teradi, g'alla bir chaqirib olib, ertadan kechgacha bosim. Butun joyimizga tegib ketdi. Viloyat prokuroriga murojaat qildim. Hay ular rahmat ozgina amaliy yordam berdi. Hokimiyatdan hech nima yo'q. Hech gap yo'q hokimiyatdan. Faqat istezavozlik, kabinetda qabul qilmaslik, yolg'on gap. Faqat yolg'on gapiradi. Yolg'on gapda boshqa gap yo'q. Xalqni aldagan. Bu paxtani buni aldab bo'lmaydi. Ana vaqt keldi. Buni hozir e'tibor bermasak, ertaman paxtani qayerdan beraman? Paxtam bu yoq yaxshi bo'lgan. Haybishada 7 gektar yer, uni ham tezlashtiraman, yaxshi bo'ladi. Uni 3 marta buzib ekdim. Buni 2 marta ikkinchi buzib ekdim. Birinchisini ham chigit oldim, uchinchilarini sotib oldim men chigitlarni hisobdan. Mana shunga amaliy yordam berish so'rayman. Qo'ygan. Mana Jondorda qishloq va suv xo'jaligi boshlig'i G'afurov O'lmas degan bir yigitimiz bor. Boramiz oldiga kiramiz. O'lmasjon, bir suv bor ko'ring. Bizni limitimizni bering, haqqimizni bering desak, hozir men boraman, boravering deydi. Umuman telefonni o'chirib qo'yadi. Buni qanday tushunsa bo'ladi? Bu yigitni bir chuqurroq tekshirib ko'rishingizni iltimos so'raymiz. Bu yigit haqiqatda dikkasidan ketganga o'xshayapti, oyog'i yerdan uzilganga o'xshayapti bu. Odam mensimaydi, atrofdagilar yubormaydi. Suv kunduz kuni Jondor Zarafshonga, kechasi avangard haydaydi. Ishi shu buni. Iltimos sizlardan bir kelib ko'rishingizni so'rayman. Tuman prokuraturasidan so'rayman shularning suv nazoratini, bularning hisob kitoblarini tekshirib ko'rishlarini. Qani bizning haqqimiz? Men ham kecha borib pul to'lab kelganman. Suv uchun. Suv pulini to'lab keldim. Solig'ini to'lab keldim. Hamma to'lovlarni to'lab qilib keldim, mana to'lab ko'chirib pullarini. Men sho'r suv ichaman, ular shirin suv. Shu sho'r suv o'zi ham yo'q hozir. O'shani ham bermayapti. Ha deydi, zakash mumkin emas. Ruxsati bo'lsa men sholi sog'irmayman-ku. Sholikorlari bor bularni. Kattakonlarning otasi, akasi, ukalari. Ana ularni tekshirib berishingizni so'rayman iltimos qilib. Takroriy ekin ekyapti. Organda shaytonlarning arqa tog'lari bor, bitta Abbos degan yigit. Ana shuni bir ko'rib berishingizni so'rayman. Shol ekadi, tariq ekadi, makka ekadi. Bizda paxta suv topmaymiz. Qo'lingdan kelganini qil deydi. Даже men qishloq suv xo'jaligi boshlig'i O'lmas, meni suvimni topib, men viloyat prokuror chiqishga majbur bo'lyapman desam, qiyratishda meni hal qilaman, ular ishimni qila olmaydi men deydi. Meni ishimni qila olmaydi deydi. Sen men aytdim, butun kuchli odam ekan-ku dedim. Shuning uchun iltimos sizdan tuman prokurori bor, viloyat prokurori buni tekshirib ko'rishingizni nazoratga so'rayman.